PUBG Mobile IPda inglizgacha 365 kunda Pro darajasigacha. Ikkinchi kun. Agar sizlarda ham shunday vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, demak siz to'g'ri joyga va qanday tushishni bilmaysiz. Demak, bugun sizlar bilan hot drop haqida gaplashamiz. Siz bu yerlarga, Pachinki, School yoki Sosnovkaga katta ehtimol bilan sizlar shu yerlarga tushasiz. Chunki bu yerlarda loot yaxshi va strategik joylashuvi zo'r. Keling bu yerlarga tushishni salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Agar sizda opt va device yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'zingizni va teammate'laringizni xavfga qo'yasiz. Lekin sizga top 1 kerak bo'lsa, bunday risk qilish xato. Demak, siz tushishingiz kerak bo'lgan joylar, misol uchun, Lipovka, Milta, Farm yoki Fairpier bo'lishi mumkin. Bular misol uchun edi. Erangilda xavfsiz joylar juda ko'p. Endi bu yerlarning foydasini ko'rib chiqamiz. Bizda loot doim chiqadi, faqat kutish kerak. Demak, bizda loot bor. Bu degani bizda rotatsiya qilish imkoni bor va biz xavfsiz zonadamiz. Sizning tushgan joyingiz matchning boshlanishi yoki oxiri. Qayerga tushish va qanday qaror qabul qilish doim o'z qo'lingizda. Kulli foydali videolar uchun obuna bo'ling.